Ahmad Beyjon Erjilason Gulnor 10-qism Xato va kechikkan kinalar. Eshik taqilladi. Nega buncha qattiq urishadi deb o'yladi Gulnor va eshikni ochdi. Ostonada Qorlig'ashov turardi. Sochlari yomg'irdan namlangandi. 2 kun o'tdi, o'rtoq Kunboyeva, dedi Qorlig'ashov. Siz esa kitobni hali ham topmadingiz. Kitob mana, stolda. Raportim ham shu yerda, dedi Gulnor jahli chiqib. Yaxshi, dedi Qorlig'ashov va paketni qo'liga oldi. Uni ochayotib yana dag'dag'a qildi. Lekin nega menga bu haqda darrov xabar bermadingiz? Kitobni qachon topdingiz, dedi u. Gulnor uchun bu baqiriq ortiqcha edi. U bir necha oydirki o'z vazifasini xolis bajarardi. Odamlar haqida batafsil danos yozardi. Nima? Gulnor danoschi edimi? Bu so'zlar uning shuurida ilk bor portladi. O'rtoq Qorlig'ashov, menga nohaq baqiryapsiz, dedi ovozi titrab Gulnor. Sizga xolis xizmat qilgan odamga nohaq baqiryapsiz. Kitob bugun qo'limga tushdi. Uni o'qib chiqdim va raportimni yozdim. Sizga ertalab bermoqchi edim. Qorlig'ashov plashini kiyib qo'liga paketini oldi. Muhim voqealarni darhol telefonda bildirishingiz kerak edi, o'rtoq Kunboyeva, dedi u va tashqariga chiqdi. Daf bo'l, deb yubordi Gulnor chiqib ketayotgan odamning orqasidan. Eshikni ham qarsillatib yopganini sezdi. Kelib yotoqqa uzandi. Bu landavrga yana nima kerak mendan, deb o'yladi Gulnor. Deyarli har kuni raport yozib turgan bo'lsa. Odil Tursunov ko'z oldiga keldi. Ziyoli yigit kitobni Gulnorga berar ekan, uning niyati yaxshi edi. Uning nima gunohi bor edi? Gulnor kelajakning buyuk kimyogar olimini yo'q qilish uchun ilk qadam tashlagandi. Koshki Qorlig'ashovga eshikni ochmasa. Gulnor o'z xayollarining yangi yo'nalishda ketayotganini his qildi va buni to'xtatishga harakat qilmadi. Daf bo'lsin, dedi yana shivirlab Qorlig'ashovga. Gulnor xuddi jahannam otashda turganday chirpina boshlagandi. Odil Tursunov kabi yosh va begunoh odamning kelajagini yo'q qilayotgandi Gulnor. Endi xayolidan kelgan fikrlarni ham raportga yozib, o'zimni ham jazolantirishim kerak, deb o'yladi Gulnor. Ammo ruhi sukunat topmadi. Topish ham mumkin emasday ko'rinardi. Shu payt ruhini majhul bir bo'shliqdan olib chiqayotgan suvga tashladi go'yo. Suv toza va shaffof edi. Ichi yuvildi, chayildi qizning. Turib oynaga boqdi. Yonoqlarida titrab turgan tomchilar billurday porlardi. Kulimsiradi. Oppoq tishlari toza, mas'um edi. Yechinmasdan yotog'iga uzandi, uxlab qoldi. Uyg'onganida soat 7 bo'lgandi. Bu kecha qo'rqinchli tushlarni ko'rmagandi. Teran, huzurli uyqu bilan uxlagandi. Faqat yuragidagi yong'in hali so'nmagandi. Yuzini yuvdi, sochini taradi, nonushta qilmasdan ko'chaga chiqdi. Tongda yarim soat yurish uni yayratdi. Eshikni Muhammad Solihning xotini ochdi. Keling Gulnor, qandaysiz? Tinchlikmi, dedi u. Tinchlik, Oydin opa, siz bilan nonushta qilay dedim, dedi Gulnor. Solihbey, bu yoqqa keling, Gulnor keldi, deya erini chaqirdi Oydin xonim. Muhammad Solih zinapoyadan tusharkan bir narsa bo'ldi deb o'yladi. Chunki Gulnor hech qachon tongi pallada kelmagandi. Assalomu alaykum Solih aka. Sizni kallai saharda bezovta qildim, uzr, dedi Gulnor. Nima deyapsiz Gulnor? Do'stlar istagan paytida kelishi tabiiydir, dedi Muhammad Solih. Gulnor bo'lgan voqealarni aytib-aytmaslikda yana taraddudlana boshladi. Sizni bezovta qildim. Chunki jiddiy bir xato qildim. Shuni aytishga keldim, dedi nihoyat qiz. Qanday xato Gulnor? Oydin xonim stolga qo'ygan bir piyola choy Gulnorga nafas rostlash imkonini berdi. Men siz bilan bo'lgan butun suhbatlarimni KGBga yetkazib keldim, dedi Gulnor. Yo Allohim, deb yubordi Oydin xonim va qo'lidagi laganni stolga qo'ydi-da, kresloga o'zini tashladi. O'zingni bos, Oydin, dedi Muhammad Solih. Biz zotan Gulnorning ahvolini taxmin qilgandik. Unga keyingi kunlarda muhim narsalar haqida gapirmay qo'ygandik. Qachondan beri, Solih aka, dedi Gulnor. Siz professor Yildirim bilan uchrashganingizdan beri, dedi Muhammad Solih.
Gulnor choydan ho'pladi. Ammo turkchilikning asoslarini olganimni siz hali bilmaysiz, dedi u Muhammad Solihga qarab. Bilmayman. Kitobni kimdan olgandingiz? Dedi Muhammad Solih. Odil Tursunovdan. Muhammad Solih Gulnor haqidagi shubhalarini Odil Tursunovga aytmaganini esladi. Kitobni Tursunovdan olganingizni raportda yozdingizmi? Dedi Muhammad Solih. Afsuski yozdim, dedi Gulnor va ko'zlaridan toshib kelgan ko'z yoshlarini tuta olmadi. Bo'g'zi qichqiriqqa to'ldi. Oydin xonim yoniga keldi. Yuzini uning yelkasiga qo'ydi. U ho'ngrab yig'lardi. Muhammad Solih Odilni o'ylardi. Bu yosh yigitga achinardi. Solih uning kelajagiga zomin bo'ldim deb o'zini aybladi. Sizni ham aytdim, dedi Gulnor hiqillab yig'lashda davom etar ekan. Hech qisi yo'q. Ular shundoq ham biz haqimizda ko'p narsani bilishadi. Siz o'zingizni ayblashni to'xtating. Bu ishda Odil ko'proq zarar ko'radi. Ammo bu ish bizga sizni olib keldi. Ammo Odil uchun yaxshi bo'lmadi, dedi Gulnor. To'g'ri, dedi Muhammad Solih. Ammo bu harakatga qo'shilgan har kim boshiga bir balolar kelishi mumkinligini avvaldan hisobga olgan bo'lishi kerak. Men aminmanki, Odil ham buning hisobini qilgan. Gulnor bu qadar sovuqqon bo'la olmasdi. Inson hayotini hisob bilan o'lchashni istamasdi. Baribir Odil uchun azob chekyapman. Buning yagona sababchisi menman, dedi Gulnor. Yo'q Gulnor, mening ham aybim bor. Uni sen haqda ogohlantirishim lozim edi, dedi Muhammad Solih. Bu so'zlarni so'ylamasligi kerak edi. Solih yana ehtiyotsizlik qilib Gulnorni ranjitdim deb o'yladi. Unday demoqchi emas edim, Gulnor, dedi Muhammad Solih. Meni to'g'ri tushuning. Siz biz uchun doim yaqin edingiz. Hatto sizdan shubhalana boshlaganimdan so'ng ham. Balki Qorlig'ashevga kitobni bermasligim kerak edi. Kecha ko'p ikkilandim. U odam uyimga kelib kitobni ham, raportni ham oldi, dedi Gulnor. Demak, ayni Qorlig'ashev. Nima bo'lsa bo'ldi, deb o'yladi Muhammad Solih. Gulnorning ko'nglini olish, yupatish lozim edi. Gulnor, dedi Muhammad Solih. Inson hayoti yuksalish va pastga inishlardan iborat. Dunyoda xato qilmagan odamning o'zi yo'q. Mening ham, Oydin xonimning ham hayotida qilgan xatolarimiz bor va shu ma'noda biz insonmiz. Odam qilgan xatosini takrorlamaslik uchun ulardan dars olish kerak. Xatolarga asir tushishdan o'zingizni asrang. Muhammad Solih uzoq gapirishni yoqtirmasdi. Uzun gapning ta'siri oz bo'ladi, derdi va so'zini qisqa qildi. Siz ham o'z xatolaringizdan dars oling, dedi u. Odatdagidek chiroyli gapirdingiz, Solih aka, rahmat sizga, dedi Gulnor. Uning yurak urishlari sokinlashib, ovozdagi titroq yo'qolganday edi. Mening chekadigan azobim yana davom etadiganga o'xshaydi, Solih aka, dedi Gulnor. Bunday dahshatli xatoning ustidan yurib, unutib ketishim qiyin bo'lsa kerak. Meni yupatish uchun gapirayotganingizni bilaman, Solih aka. Inson xato qiladi, ammo jazosini ham tortishi kerak menimcha. Qalb sasini tinglasangiz yetar, Gulnor. U sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Bu yerga qalb amri bilan kelgandingiz, bundan keyin ham uning aytganini qilsangiz yanglishmaysiz, dedi Muhammad Solih. Oydin xonim erining vaziyatni yumshatganini angladi. Gulnor o'rnidan turib xayr ma'zur qildi. Katta rahmat, Oydin opa. Umid qilaman, Solih akam meni bundan keyin ham qabul qiladi. Buni biz eshitmadik, deb hisobla Gulnor. Eshigimiz senga har doim ochiq, unutma, dedi Oydin xonim va Gulnorning orqasidan qarab qoldi. Siz turk yozuvchisi Ahmad Beyjon Erjilasun qalamiga mansub Gulnor romani audio kitobining 10-qismini tingladingiz. Uni Qudrat Bobojon saslantirdi. Davomini YouTube'dagi Elduz kanalining keyingi yo'yinlarida kuzating.